Assalomu alaykum. Real Agro Uz kanalini podpischiklari bo'lajak. Mana bugun qishloq sharoitida qanday mahalliy uzum, любой uzumni oq ta'mirlatishni ko'rsataman. Mana Karimga botirganmiz, bir sutka turganman. Ko'rishlaring mumkin. Bugun ishlamiz 26-fevral. Mana Karimga botirgan. Bari o'zimizning mahalliy navlar, unaqangi qimmat navlar emas. Qora kishmish, oq kishmish, shunaqangi nimalar. Mana chirindi emas. Chirindi, oddiy chirindi mana. Chirindi mayda tuproq bilan nima qilingan? Mana bunday qo'yib chiqiladi. Mana karniminga botilgan joylar bu teskari bular hammasi. Teskari nima qilinadi? Endi olib kelamiz. Olamiz buni. Bundaysiga joylashtirib qo'yaveramiz. Mana shunday qo'yiladi hammasi. Mana shunday qo'yiladi. Yana bir ikkitasini ko'rsatib beraman. Videomiz qisqa va samarali bo'ladi bugun. 15,000 tub bor shunaqadan o'zimiz mahalliy navlar emas. Mana shu tush turadi. Mana bu yerini arra bilan tilib chiqamiz. Arrani bunday ko'ndalanga olqizib, bunday tilib yuzta bolaganmiz. Mana shunday qo'yiladi. Mana bu chirindini ustiga bunday tashlanadi. Endi qo'l bilan emas, lopatkada hozir bunday ko'rsatyapman. 15 santimetrmi shunday qilib tashlanadi. Keyin ustiga selofonni yozib qo'yamiz chiroyli qilib. Yerda bir 30-35 kunlarda xudo xolasa oq ta'mir o'tadi. Xudo xolasa oq ta'mir o'tgan paytda ham video qilib ko'rsataman. Hammaga rahmat. Podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya bo'linglar. Iltimos.